Assalomu alaykum hammaga. Bugun sanamiz 21-iyun shanba kuni haftani. Manzilimiz Samarqand viloyati Tayloq tumani. Mana shu ho'kizimiz sotiladi. Juda ham uzun molniki. Bu hali gallan emas bu. Bu qanaqadir chorni piyoz turami nimadir deydi. O'xshash shundanmi yoki boshqarog'idanmi? Yana ham yozib qo'yasizlar. Bo'ylari 1,5 chiqib qolsa kerak. Juda uzun mol, telefonga mayda ko'rinishi mumkin. Kimgadir qiziq bo'lsa yoki kerak bo'lsa, olib boqishga telefon nomer qo'yamiz. Telefon qilsalaringiz, olib borib ham beramiz. Kelishilgan holda o'zimizga moshin bor. Manzilimizni yana qaytarib o'tamiz. Samarqand viloyati Tayloq tumaniga. Sog' salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlasalaringiz yaxshi bo'ladi. Foydali videolar bo'laveradi sizlarga. Kimgadir qiziqarli bo'lsa, obuna bo'lsangiz, birinchilar qatorga boraveradi. Kamchilik bo'lsa uzr. Mollar orqalari mana shunday. Bizlar bloger emas, bizlar faqat shunaqa mollar kimgadir qiziq bo'lsa, shuna kanalga qo'yib sotamiz. Kamchilik uchun uzr, sog' bo'linglar.